Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ahmedbayev Xondan Kakimovich, Namangan. Bizlardan 3 yilda bemalol qo'rqmay joyma-joy o'rganish orqali operatsiya markazlari, kasb-hunar markazlari kreditlar ajratishni talab shart sifatida belgilab o'rganish mumkin deb hisoblaymiz. Marhamat, savollar sizga o'tamiz. Mana shu shtabga ishi va bu natijalarni tahlil qilishda ham agar qayta murojaat qilavergani hisobiga xodimning KPI'ni tushirib olsak, qanchalik to'g'ri bo'ladi? Ochiqlik indikatorida 10 ta bo'lsa, bittasini hammasi jamlab bittasini Sizlar bunga misol qilishingiz mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurashish qonuni 2017-yilda qabul qilingan. Bu fuqarolar murojaati uchun yagona platformangiz iqtisodiy samaradorligini qanday baholagan bo'lasiz? Hal qilingan qaror qanday samaradorlikka erishdi? Misol uchun o'sha bitta ish yuzasidan murojaat qilib kelgan. Xususan shu fuqarolar ma'lumotini maxfiy ta'minlash